Mo'ralama! Kelin bo'lar yor yor. İsmat uyda vapshi yotib o'ylatirgan yo'q bu yetmaging dastidan nima yeshak degan o'tdimi? Rossiyaga ketasan degandim. Shunga ketmaslikka harakat qilyapti. Baribir ketasan undan keyin yur. Mana yangi ixtiro o'to'rik apparat. Mana 3 ta skorusi bor. Birinchisi sal sekin, ikkinchisi sal tezroq, uchinchisi bali tez. Endi qiynalishni o'tlaverishar. Qanday yo'qasan buni? Buni o'yda reska olib kelib, yana tiqib o'rib ishlataverasiz to'kdi. Va kim oladi buni? Buni mana bamaki yangi ixtiro mana o't apparat. Bu to'kda ishlaydi. Benzin rasxod qilmaysiz mana. Zo'r bamaki. Olasizmi? Buni nima qilaman? Men undan ko'ra o'roqda o'ylanim yaxshi. Zo'r ishlaydi bu mana qarang. Yoqasiz to'ka tiqda shunday o'rasiz o'tlar. Yengilgina. Oling amaki shuni iltimos. Qancha pul bu jiyan? 1 million. Oling amaki iltimos. 1 million? Dadang Rossiyaga senga bilet olib qo'yganmi? Avo. Ha ketib, nima qilasan o'zing bunday qiynab? Shundan o'tirayotgan bo'laman. Charx toshku, jilli. O'tlar. Ketay Rossiyaga. Amaki oling shuni iltimos. Qarang, yangi nasos ixtiro qildim. Ko'rasiz mana. Hamda ustini bossangiz suv chiqaradi. Xohlasangiz qo'lingizni yuvsangiz ham bo'ladi. Benzin, to'kish narsa rasxod qilmaydi. Faqat ustidan bossangiz bo'ldi. Qanday? Endi ketmanmi Rossiyaga? O'tiga kirgizib qo'yib bacham baqlashgani. Nima gulasiz? Yo'q, bachangiz Rossiyaga ketmaslik uchun haddi shu harakat qilyapti. Baribir ketardi undan keyin. Endi bu nasibcha bilan ketadi endi. Mana yangi ixtirom televizor degan apparat yaratdim. Bunda har xil telekanallar ko'rsangizlar bo'ladi. Ana Zo'r TV, Milliy TVlari to'kda ishlaydi. Hech qanaqa benzin rasxod qilmaydi. Pultni olib endi yarataman pultini ham. Zo'rmi? Nechinchisiga oldingiz bileti? 27-sida. O'zi 2 kun qolibdi.